Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu videoyimiz Teplisachi akalarimiz uchun. Akalarimiz belolma ko'mirni qidirishdan charchagan bo'lsanglar, mana sizlarga belolma ko'mirini o'rnini bemalol bosadigan murdash ko'mirlarimiz. Fraksiyasi ayni Teplisachi akalarimiz xohlaganday bo'ladi. Sababi Teplisachi akalarimiz asosan katta yirik ko'mirni xohlashadi, ya'ni atbor ko'mirlarni. Xuddi shunaqangi fraksiyadagi ko'mirlarimiz Ro'ziston ko'mir bazasida tayyorlab qo'ydik. Har qanaqangi fraksiyada chiqarib bera olamiz. Bu nafaqat Teplisachi akalarimiz uchun, umuman kotoldan foydalanadigan akalarimiz uchun va foydalanuvchilarimiz uchun mos keladigan ko'mir. Kaloriyalarimiz 6800-7000 gacha bo'ladi. Aytilgan fraksiyada chiqarib beramiz. Bu Teplisa uchun chiqarilganlari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz yoki direktdan yozishingiz mumkin, javob beramiz.